Assalomu alaykum. Qadra qolma yaxshimi? Eshitma. Oylinkilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir asar akadim. Ko'rpaqamsiz keyin. Ma'qul. Ekran. Paho. Pah. Voy, nima degan chiroyli uy bu? Yangi uy ko'chiryapsiz, muborak bo'lsin. Birga bo'lsin. Shu 5-qavatga o'zingiz minib chiqamsiz ya, bir ko'tirib chiqib qo'yamdi. Bu qani, o'tiring. Pah. Qaltiskana. Qani, o'tiring. Amin. Allohu akbar. So'g'mi? Voy, nima qilasiz? Ichma. Voy, choy ichmamsiz? So'g'uq suv yetmaydi. So'g'uq suv degan tabiatning o'z mevasi. Qaynitib quvvatini o'ltirayotgan suvda nima mazza deysiz? Chimangal. Bir china so'g'uq suv akran qizim. Mana hozir. Buni hikoya desam bo'lamdi yoki nim desam bo'la. Herhalde yarab qolgandek bo'lsa, o'zingizning nomida e'lon qilasiz. Bu nima deganingiz? Bu deganim, qarang. Ancha-muncha bir narsalarni yozib, o'zimning ko'nglini xo'sh qilib turgan bo'lsam-ku, qarang. Lekin hozirgacha bilasini o'zimning nomida e'lon qildirib boqmaganda. Qamlashmagan bo'lsa, haq meni zanglik qildi. Qamlashgan bo'lsa, buni cho'qim bir yerdan ko'chiryapti yoki biz yezib beribdi dedi, qarang. Undan ko'ra o'zingizning nomini e'lon qilsangiz, yozganlarimni boshqalarning qo'lda o'qig'ini ko'rsam, shu o'z kifoya. Qizil yuzligim yarim ey Navat bilan ajg'an. Voy, uyala nimanda tutuq? Qani. Ko'zning kattiqdanga. Mush ko'zoynak taqay desam, qarang, boshqalarning ma bir narsaning haliga boqmay, aynak taqib olgan odamligin deb qo'rqima. Shuni taqamayman. Zaman o'zgarib ketdi, qarang. Burunlarda dehqonlar ho'yinlarga kirib, gandovoz tatib olsak, kuzda ancha-muncha sayko'ktat beramiz deydigan. Hozir dehqonlarni chaqirib qarang, "Ol gandini tatib olinglar" desangiz, voy, nech pul bersa, u teqi men nima ko'ryapti deb xop bo'ladi, qarang. Ha? Boya xat tutgan dedingizmi? Haras, qalamning siyasi tugandicha qarang, uchiga tukirib yozaveramiz-da. O chaqda qalamga siyash xizmat desangiz, qalliq kelgan gap qechib ketdi. Bu yiliqi ilhom qochdi deganimiz shumi? Mush tukurik to'g'risin bir narsa yozaymi deyman. Agar yezib qolsam, cho'qim sizga ib kelma. Nima?
Endi mush tükürük to'g'riliqmi bir nima yozmoqchimisiz? Bu nima degan bema'ni gap bu? Tükürükni sal chaqlamang. Agar yozdigan bo'lsak-chi, mushu dehqonlarni ketman chapqanda-chi, qarang, qo'liga tükürib turib ketman chapidi. U mo ketmandan sepenchang tutmay deb shunday qildi. Ba'zan so'qishib qolganda bir-birisining yuziga tükürdi, qarang. Sozandilar tutatan bir chaqanda xarak bilan quloq tüküramdi, tükemamdi. Ha, bu kishi vaqtimizda beshimizga yor chiqib qolgan vaqtida cho'g'lar beshimizga tükürib saqib qoldigan. Agar yozmal deydigan bo'lsak, bu to'g'riliq nurg'un narsa chiqdi. Agar hech bir qasam siz cho'qib kelma. Hey, bu yil xotanda paxtning bahsi bir xil tushib ketdi, oldingizmi? Siz ham ish xotingizni istepamaysiz. Bu adashning aqli joyida emasmi qandaq? Bu yildan boshlabcha qonun norma yoqadak. Shimol qutbdagi ba'zi mamlakatlarda konga bog'lab ish qilib deydi-ku. Buni da aytgan gaplarning ma'nosi cho'nqur. Ammo darhol tushuntirib bo'lmaydigan heliqi yangi uslubdagi gap so'zlardan bo'lib qolmasa yana. Asringizni tahrir bilimidagilar bir ko'rib baqsin. Keyin javobini beray. Bo'lamdi, ha? Rahmat. Asrim yarg'idak bo'lib qolsa, o'zingizning nomingizla e'lon qilavering. Napat yuzni ko'rib, yurgimni to'xtatib olgandan keyin qolganlarini andan o'zimning nomimni e'lon qilay. Taqtuq gaqimgandimi? Dedim-ku, zamon o'zgaryapti deb. Havorim o'zgaryapti, qarang. 6-oyda qayoqqa qaramaysiz? Xo'sh. To'xtab turing, ha? Asringizning mavzusini qo'ymabsiz-ku. Sarang. Ha? Sarang deb yozib qo'ying. Osman, atdigan nagma adamsiz? Voy, nimada ansiz xotin mana? Voy, Samajonlar dukuni qilib, balla bilan birdan birimdan o'tirimiz deb menga boshqa shu bo'lgandiki. Yana shu ish qilmangdan, danga? Xotin haqga aksinish aralashmaydigan. Kunda ish o'tamaymiz uni. Oyda yilda bir qatam ara yig'ilib menda ish o'tirgan gap. Bo'ptamisa, baldirroq qaytib kelasiz. Ha? Sig'inib ketamsan-ku? Ish men emas, Saram. Aras, kasqanmay qaytib kelishni unutib qolmang, ha? Menga da voy. $500. Geçtim. Geçtim. Ben mi geçtim? Sen mi geçtin ama? He? Sen çö. 500'ünü aldım. $500. Geçtim. $10,000 aldım. Geçtim. Çekindim. $20,000 kördüm. Oyanlık. Bırak çıktı. Anam ne daha? Bakma yaptım. Bana gör, bak. Üçte. Şunemez mi? Kadrak. Ağayla. Yani oynamışlar ya, oldu mu? Ha, oldu kılayla, oldu kılayla. Ha,
Qamsa, qaysa. At ko'rishini. Maqma. O'tirsan-ku, maqmamsa? Mandinglarmi? Qosim shopirga omad tosi keldi-da, shu emasmi? Qosim bugun omad keldi emasmi? Navbatda. Qosimka, bugun omadning tosi keldi-ku, ha? Mana cho'tap o'tirmadi, ha? Sizlarga cho'tap bermay qutlanmayman. Bana asosini sasab qo'y. Bu sening. Bu sana chiqib bordi, ha? Nima qilamsa? Xo'sh. Chiqma. Ag'inlar. Qanasma ishdimi? Qo'sha. Osman adash. Ola buni. Davomliq ishimiz. Mana ishkiz qiziq gap bilan ishmabsuni. G'az adash, qiziq gap deganni, men Anvar ishkinglarni anglaymiz. Qanday dedim afsona? Ey, tangal, ele bakasini araqchilab mayqil yetimizmi? Onda ishkiz afsona loyib ketadigan, onda yumshoq tangal yo'q. Bu şahsen keldi. Ben sizlerge bir yomur aytib beray. Bir kuni podshoning ayoli jannatga ziyoratga berib, bir saroyga kirib qopdi. Qarg'idak bo'lsa, saroyning 4 dimg'aliq soat esig'liq to'g'idek. Bu soatning birsi asta, birsi tez mengayotgan. Shuni bilan o Hörparidan so'rabdi. Bu nima ish debdikan? Hörpari uningga bu fani alemdeki her bir er kishiga qarta esilgan soatlar kimiki oshnisiga bakrak berilsa şunun saati tez aylindi debdi. Ya bu yumurmi hikoya? Shuni bilan podshoning ayoli Hörparidan "Amsi mening shohimning soati qaysi?" deb so'rabdikan. Hörpari turib ketib, "Sizning shohingizning soatini Azroil ishxonasiga olib chamaldiruj qilib oldi" debdi. Nega qalam? Hay inkam. Ey bola, o'tgan duogo bir to'yda bir cho'kan bilan ufuqqa chiqib qoldim. Ammo kasofatning sag'risi alomatgan jimo. Xuddi o'ytilgan lapingdek lig-lig-lig-liglab turdi ekan emasmi? Bir haftacha shu cho'kan shabda chiqdi men. Kechi tushib buzilib chiqibdi-da. Uyda ayoling yo'qmi de? Ala. Xo'sh. Hey, bir men bu ishni uqdinglarmi? Men bu vaqani aldinglarmi? Nima ishni? Sanatni aldingmi? Yo'q. Bir stol bir üstülüp uğulup gitmişim. Xuddi tangadek chechilib ketdi-da. Tapmaydigan gap yo'q deb o'zlarani. Hozir chet elda bor o. Choshni tushirib deb, burtni budir qilib yuradigan moda chiqibdi-da. Ey, seni bishab tayyorgandagi burtoni budir qilib chatalik qilyapsan. Bana adamlar Assalamu alaikum. Nasıl bama? Nasıl yoktu. Burcu. Taza Beyz kılıçsa da. Kelam. Kelam. Bir kontrol. Qani. Teshqima, ağalığını yaxshi. Mushu nasıl degan nimani va iznimiga ayirib qolmadi. Bizning malda bir qari odam bosdi. Shu og'ash chiqsang deb bek topilib ketgandi. Mushu do'konda bor deb anag'anda qilgandim. Nasvalgo batdi, tugab ketdi. Onun ustiga nasvam chekidiganlar azlab ketgachga, yasaydiganlarning tayini yo'q.
Manga bir kishi ekib berib turdigan. Uzoq bo'ldi, umi kelmaydigan bo'lib ketdi. Man qarang, birer romka ichib qo'yamsiz. Bo'pti, ha, ichib qo'yay. Xo'sha. Xo'sha. Jimni kirib ichib ketdi, xo'p. Bale, mana. Boshqacha o'ylab qolmanglar. Mo'shundaq apligrak joyni topsam, azroq ichib qo'yman. Ichib qo'y degan. Mau bir botul aroqni yo'lda kelgach magazindan ilib olgandim. Buni tang ichayli. Voy. Qo'ying. Bo'pti. Arqimizmi yetarlikdi. Bo'pti. Bumi sizning ko'nglingiz, ha? Peyzinglarni buzib etmagandimi? Bayatınkı sizden hürmetingiz. Endi mao sizden naq növtüngiz. Qani bunu bir içip qo'ying, ha? Yelanga. Yelanga. Bale. Qani, xo'sha. Bir kuygan tonuş, ikki kuygan tuqqan debdikan. Shunda. Bugun har biringlar bilan tanışıp qoldim. Bundan keyin urug' tuqqandek bo'lib o'tamiz, ha? Bir naqsh etib bersam, qandoq deysizlar, ha? Bu bo'pti, Aytering, naqshvasi olmaymizmi? Qapqara qo'y ko'z, ko'zligim. Cinim pida bulsun ey sana Cinim pida Cinim pida bulsun ay sana Cinidin keşken ay satanlar aşina Kaşı aşina bulsun ey sana Yasin'in ade derdin vay aman. Rahmetli bu alamet peyziniz varken bu eline işitine. Bak bu alamet. Allah. Oho. Vay. Ben bundaqlı etib qo'ydim. Tazı tigis qiladigan bo'lsam, men degan naqshchilarni qatlabli qo'yaman. Hozirgi ikki qiz kaldirlaydiganlar o'zini men naqshchi deb oldigan bo'ldi. Naqshi deganni bog'u Abduvali Jarullayevdek, Davudjon Nasirdek. Mana mendek etmanda qandaq dedi? Ağaylar. Mau dükkanni ishidan taqab qo'yib, aram xudo bir o'tmaydimi, ha? Saqi. Men adabga chiqib kerak, ha? Adabga. Ne babda chiqib kerak? Adabga kerak yo'q. Asraq. Avaylar o'zib chiqsam. O'zib chiqman. O'ldir. Men adab. Sizga demida chiqavering. Kerak yo'q. Gap ichib oldi aka. Kasabet naqshini xili yomon emas aytdi ekan, ha? Lekin qochdi, ha? Endi kim? Ne kaçdı?
Arak degan bu ish losnisa. Bugun ajab ish tugmasib qoldimi? Arak degan bu ko'yni ichmayman deyman, yana ichib qolaman. Ağineler. Moşu yakından beri chet elde. Məxsus xotun yoqlarga xotun, eri yoqlarga er bop berdigan bir kesip ronaq tepipdek. Ularning qizlari bo'lsa shunchalik silva, erlari bo'lsa shunda qovul kelamish. Ular bo'sh vaqtlarida boshqa ish qilmay muskullarini chingitib o'tiramish. Mushkin duago hamma narsa ta'tir ag'inilar. Ilgari saqal burut deganda mush dadilar qo'yib, bolalarning ingaklari pak turdi. To'g'ri, shundaqda. Hozir hamma saqal burut yoshlarga ko'chib, sho'nglarning ingaklari taqirishib qoladi. Rost aytsa. Qaranglar, chetda bir galstuk chiqibdi-da. Uni taqab yotgan odam faqat xo'rak topmaymish. Voy qo'poy! Topib ketamiz gaplar bu. Yo'q, sening gaping gap, mening gapim gap emasmi? Gapning qiziqi texmayada. Hozir dunyoda bog'u nomratlar o'ppidi samirib ketib, boylar chippidi o'rg'lab ketibdimish. Mana Ey, mush hozir chetda bog'. voy boldalar achaka chatal qo'ya, chatalarni. Ağineler, bayatın kirgen bizning eliqi naqshchi ağinimiz o nakatda. Balkim kech qolmay deb uyga qarab mang'andu. Ag'insi yo'liq qoldim-ku tam. Ag'inilar. U zodi masmu yoki saqmu? Ha? Sizlar diqqat qilmadinglar. Bayatın mush do'kon qilib maskirib tikavi. Qachon ma aroqni ichishdan qo'rqib tikayotganda. Ya. O kayfchilik bir yak yiqilib qolgan gap. Uning o'tirqida qochadigan emas. Ey, ag'inilar. Ma soatmi bir yaga berib qopti. Ne chopdi? Ma aroq peshimi chiqdi mening. Asta qaytmaylimi? Mayli, ketdik. Bo'pti, emisa. O'nchilik bo'lsa ixtiyoringlar. Yaxshi o'tirdik. Qaytdik. Ya, maqsadlar kuch. Samet Tügülek. Samet Çakır'a. Dükkanın takap mağmamsız bile. Ag'inilar, sizlar avval mang'ashtiringlar. Nima dukkanni taqib o'tiblar, kayninglar. Digilak. Astra. Ma'qul, xo'sh. Hozir deyman. Mavda. Ha, ish qilgan narsa niye o'tmas?
Benim pullarım. Ey param. Ey. Acaba bir taraqshni qo'yib ketding, motorini safchi. Ey, qisqa o'tir. Qisqa taraqshga jim o'tirayotgan-ku. Menda qissamaydigan bor-ku. Bu ishlarni ko'rdinglarmi? Ey, ma, oyoq berib o'lta. Nima kelganda endi? Seni uyingga keldimi? Bilamedik. Her qaysinglarning bu yerga nima ish qilib kelganligingizni bilamsizlar? Hech nimani bilmayman men. Xotin bolarimning oldidan bu yerga meni haydablar keldinglar-ku. Mening bu yerga birinchi qatim kirishim. Men ko'zimni ochsam soqchi motorsida o'tirman. Kechish motorchisi quloqning yapti ketayotgan qarang. Do'kon kirgan bir xaridorning pulini olib olibsizlar. Qani aytinglar-chi, qaysinglar oldinglar? Tova. Tuhmatni. Voy biz qaysi xaridorning pulini olibdik-ku? Hey! Sizlar bilan birga o'ltirib, hara qishga hali xaridorning pulini-chi? Qanday gap bu? Do'kon deganga xaridor degan gap turgan tursa. Hey! To'la xursandlik qilishma. Senlar ilishmisang, kim oladi pulni, ha? Bu odamga to'la tuhmat chaplamaga. U xaridor bilan birga o'ltirib, hara qishganlik gunohimiz bor. Pulni olib oladigan biz ya o'g'ri bo'lmasak, Shu emasmi? U xaridor Samatning do'koniga kirganda xiyol ig'ir maskandoq. Keyin adab chiqib kiray deb chiqib ketib, shu chiqib ketgancha qaytib kirmadi. Shundaqdi. shu To'g'ri, ma tuhmatni qara. hammanglarning masligi teq yeshilmabdi. Kechichi meshada turib, masliginglar yeshilgandan keyin ondan paranglashak. Bu nima ish qildi? Biz qanday degan gapdi? Hozir shu. Hey, sen nima qilding odam? Qaysi idorada ishlaysan? Men mushmallik, chopur. Uncha ola ko'p pulni nereden olding? Nima ish qiyiningga sap yuriysan? O pullarni tijorat qilib, terisi tib topqandim. Bugun mas'ul qolib ekanman. O'g'irga oldirib qo'ydim. Bak. Hey! Kazzap o'g'ri. Men Asli sen boshqalarga to'kmat chaplab, ularni solatqizib qo'yib, bu do'konga o'zing o'g'irlikqa kirmaskansan-da, ha? yo'q. Mening herkes undaq niyatim yo'q. Sizga desam, mening o sumkamdan urg'on pul botdi. Mana hep qilsa ham bo'ldi. Men o sumkani
Mushu dukkan qo'yib qo'ygandek esimda. Hey, biz bu deloni tashrif aniqlaylik deb olsak, sen nima ish qilib kelasan? Ha? Naq maydon buzilib ketdi. Endi qanday xizmat qilamiz? Men bilmabdiman. Men rostini bilmabdiman. To'liq xursandlik qilmay, bu yerdan mang. Mana. Ya Allah. Bu qora to'kmatdan oxir qutuldik-da. Shuni degina, men bekli qo'rqib ketgandim. Zodi tanımagan odam deganda so'rig'i hargiz tatmas kerak ekan. Xalq olam oldida o'g'ri degan nomga qolgan bo'lsak, beshimizni qandoqmi ko'tarib yuribdik, ha? Shu emasmi? O'g'ri degan o'g'rining bizni soqchiga so'rdi. Uni do'koniga tushgan qiziq. Shu emasmi? Hey, agar bu seni do'koniga o'g'irlab kirmagan bo'lsa, biz bu qora to'kmatni qanday qutlatdik? Shu emasmi? Yelim aman esan qilib chiqdik. Çağlap oynanla, oylap sözlenla, çağlap oynanla, oylap sözlenla, çağlap oynanla, oylap sözlenla, çağlap oynanla. Ya Dugulak. Qanday qo'y? Ha, Osman, marab tuqish uy qilsamamda. Ha, bo'ldi. Men mayoq o'tib ketayotgan bani. Adas, menga o'tirmas. Ha, bo'ldi. Voy, menga o'tirmas. Qaytay. Voy, menga o'tirmas. Aras, Osman. Seni soqchilar izlamagandi. Nima izlaydi? Seni izdimi? Yo'q, endi deyman, Anvar g'ozlar teshdiqdi. Ya yaxshi, ular necha kun bo'ldi seni ko'midi deb yurdi-ku. Dan so'rab baxtim. Xo'shamisa? Qasim, nima qilyapsiz?
Hey! Hey! Ne bo'ldingiz? Bu narsa keraklar bizga lozim. Qosim, unda qilma. Qo'yver. Nima qilganingiz bor? Meni qo'yver. Men pullarimni topaman. Meni pullarim qani? Qani? Nimishga bunday qilasiz? Bu bizga nima kun? Qosim. Siz doim menga pul degan qo'lning kiri. Pul degan tepiladi. Aytdingizmi? Unda sarangni qilmang, Qosim. Sarangni qilmang? Meni pullarimni sen tiqib olding. Sen tiqib olmasang ne ketadi? Ulanni teppa. Pulning derdini sarang bo'lsiz. Qilib qizil sarang bo'lsiz. To'xta. Nega qo'ysan? Mening pulim qani? Pulning derdini sarang bo'lsiz, sarang bo'lsiz. Sarang. Voy Xudoyim, nima bo'lgandi? Şükürse. Qachonliq qarsak taqaq turdi uning dukkina. Chiqqan yo'lda so'zsiz yo'qolib ketdi-ku. Jira osmonni izlab baqili. Assalomu alaykum adash. Qada olinglar yaxshimi? Bormisan? Assalomu Nagim odam? Shu nagmangatim sizlarni izlab maqdim. Keloldi tepishamidik. Samatligiga berib, birdan berimdan mo'ntishib o'tamamda. Shuyag hozir berib keldik, dukkini taqaqkan. Adash, uni buni degicha yuringlar, uyga berib baqaylik. Voy nima deydiganda uyga hech qatim bordim men, uyda yo'q-ku. Bir necha bo'ldi, bir og'iz gapimay unsizlik yo'qolib ketdi-ku. Deyman bu Ey, bu yerda talishibdigacha malisi berib turishni taqmaylaman. Jiringlar shunday qilaylik. Bu bir peshkalik bo'lib qolmaganda yana. Nima deb? U degan so'roq chopsa qocha. Nima deb? Meni bekadim nima deb urishsa deymi? Buni sana. Ne bo'ldi? Nima sho'p ketdi? Yer turinglar. Yer turinglar. Qopcha. Qopa. Ey, Sarang. Nima ish bo'ldi? Ha? Sarang avo, men emas. Nima bo'lib ketdi? Bika. O'tar bu yoqqa. Mana keta. Ey, o'zingni oyisang bo'lmamdi. Voy, men nima qildim? Uningga esilgicha qochsang bo'lmamdi. Ha? Bika. Odam ursa, bo'lamdi ekan, mening izzat hurmatim daxl tariz uchirdi, uni jazolab berishing kerak. Uni qo'yib bergan bo'lsam, biqilringga toza bir yegan bo'lsam bo'pti ekan, ha? U degan sarang tursa, saranglar tang bo'ladigan senmi sarangmi, ha? Sarang odam ursa maylimi? Hey! Sarangga sot yo'q deganda anglamaganmi? Ha? Oy. Eshikni yedigan juvoy demak, tazim uribdi-da sizni. Oram qutuldim degina o sarangdan. Elim Xudoyim saqlabdi. Og'riyotamda. Chekam. Sizmi o sarangga esli surib qolsangiz bo'lmamdi. Nima deb esli surgansiz o sarangga? Uning sarangligini men nedim bilma. Ko'p kunuz odam urganda qarg'anda qiyib qizil sarangga o'xshaydi u. Yomoncha qurvatga o'xshaydi, ishki biqinim bilan beshim bek og'ir ketib bordi.
Birdam aramasanız yaxshi qolasiz. Doktorga apiraymi? Ya bo'ldi, birdam oramay olay. Jiringa bo'lmasa, oy kirib birdam yetib eling. Bu yerda yatsangiz baribir aramagandek bo'lmaysiz. Oy bella. Bish. So'ngini og'izlarga opirib beramsizlar. Yo'q, sabr bera. Yo'q, senchi. Sabr bera. Ammo qo'yib. Men so'ngini ola. Sho'ldi. Ha, unda qilibmanmi? Ha. Bo'lmara. Voy, nim bo'ldingiz? Nim bo'ldi, Osmon? Keling, o'tiring. Sizning kasalingiz odatiy kasal emas, Osmon. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Darhol doktorga ko'rining. Men sapsaq tursam, neronda qanaqa chatashqida meni. Qarang, begadimga qo'rqib ketyapsiz. Agar nervingiz joyida bo'lgan bo'lsa, ko'p kunduz bunda qo'rqib yurmaydingiz. Gapimni anglab, vaqtida doktorga ko'rining. Bo'lmasa, Men eliqi saran quloq tuyib urayotgan lekin neronda azar chataq chiqqan o'xshaydi meni. O'xshaydi. Nervingizning chataq chiqqan o'xshaydi. Bo'lmasa, saran bo'lib qolmang. Yo'q, ko'rma. Bo'ldi. Sen saran olsang o'zing bo'la bo'ldi. Men bo'lmayman.
Kesel ko'ztamsiz? Ha, o'zimni bir tekshirib boqay degandim. Ismingiz nima? Osman, Necha yosh? 45 yosh. Nerede ishlaysiz? Doktor bo'lgandan keyin kasaldan naringiz og'riydi deb so'rang ha. Nemini so'rag'im kelsa shuni so'rayman. Kasal bo'lgandan keyin jim o'tiring. Sizning ko'nglingizni men bilmamdim. Voy. Avval nada ishlayotganligimni so'rab olib, xizmatimning yuqori tuvanligiga qarab birdim demoqchi-ku siz. Sizningcha men qandaq manfaati tegadigan bir yer ishlab qolgan bo'lsam-a? Maoshimni mandaq birdirib qilib qo'ya demoqchimi? Mushum davolash oldimi? Voy, sizdek doktor ko'rmaymanmi? Voy, Sara. Nima? Men rost sarangmi? Sara. Rost Sara. Ey, gapqimisam, texmini sarang deb tilovatida. Ey, doktor deb ayab qo'ydim, bo'lmasa quloq deb salatdim. Sizim doktorga ko'rinib borgandan keyin ko'rinib bo'lib o'tdi, inib kelsangiz bo'lmamdi, ha? Sizim tasmin bir sarang ekansiz. Nima? Ya sen meni sarang deb tilovatamsan? Voy, mening narim sarangka. Voy, men odat soq odamlarni soqtusam? Voy, doktorxonaga berib ko'rinmay qaytib kelgan odamning o'zi sarang bo'lmamdi. Aldığındaki nimemse ayollarının rızkını yemem. Oturun tokudaki daha çok yedik. Ödemı kanı tokuku. Aslında burcum var eksen nerede gelse. Qaranglar, sarang nima chiqib keldi bu yerda? Qasimka nima ish qilyapsa? Sarang nima ekanda, Pulumni izlayaptimi? Hay, o'yliq sarang'i bo'ldi, chaqamanglar uni. Sarangdan bak qo'p. Bo'ldi, uni chaqirmag'ina, sen qiziq ekansan. Bo'ldi, chaqamanglar. Hey, Shundoq qilaylik. pulini topgan bo'lsang, bizga piy bilan o'pkisib akatlasang bo'pti kel. Bora, menga juda. Qaranglar, uni olib kel. Sarangni ishqi bo'rgandan keyin sen sarang. Qaranglar, uni derishkil o'xshab qolginni. Asli nahayat yaxshi shopirdi. Qima o'ynab oxir qima beshig'i chiqdi-da. Hey, yomon bo'pti. Hey, yomon bo'ldi. Hey, bu abinin başına ne kapırdı? Nima? Nima ishing uzatdi? Siz meni tonimaysiz. Ammo men sizni erimizni tanıyman. Erimiz shu topda o daryo bo'yida bir qiz bilan oppoq chappoq bo'lib o'tirdi. Nima? Deganlaringiz yolg'on emas-ku? Rost. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim.
İştila. İştigenge o işengeli bolmaydı. Aras, men o maşinni ekegendim. İşenmisiniz, men sizni apuray. Bu yengici zaten işengeli olmaydı. Hep bir özemli bir köz koymuşsa ulardan hemmisini sakçılıp çıkıp vereyli. Şunda kılaylı. Asım bilin bu sorağınızı aldıma yapkanda her halde ehtiyat kılaylı canım. Bunda mı kamakallı? Kopana? Kopana? Bir oynayayım ha? Rahat oynayla sana. Kopana? Kopana? Hey! Ya qaranglar, o sarang Rasulullah öpkis akaga o'xshamamdi. O sen degandek sarang emaskan Juma. Mana geldi. Hey, pivle öpkisde ekegen bolsang, bir ekilib o'ta. Bo'la. Mana ma yisip. Mana ma öpke. Mana ma pive. Oy bir şey. Oldu. Köyge Oldu. Oyna! Acem yaxshi bo'ldi. Oyna! La. Nima bo'lding? Naqmi shu. Hey, nimda mashinam deb qaytsa? Hey, sen buni tanımamsan? Yo'q. Bu degan sarang. Elimi yaxshi mashinangni bir yer to'qlatmabdi, shuningdan xo'sh ol. Kimsin aka? O'zim sarang. Qaranglar, qizim qacha deb qoldi. Bunun nemisini ko'rsataylar. Ya bir-birisini vaqtdan ko'tarib bosamisa bu. Voy adash. Aqllar obroz yuzimga o'tdi. U yer endi qiziydi deyman. Ha. Ona soqqash turishni ko'ygicha Osmon og'ayimizni chaqirib, "Qancha chiqib, qasoq bo'lmamdi" deyman. Samatni yo'qolib ketdi. Osmonni qarshi ko'rsatmasa, eng yaxshisi shu qora so'qishtirishni ko'raylik. Aroq ichib, yana o'tgandek soqchi kirib qolmayli deyman. Ha, qo'yga qo'rib gapiringni. Bizning yo'qligimiz bo'lmasa, ular bo'lmasa ikkimiz ishimiz. Ha, biz bilan birga aroq ichgan xaridor qilib ketdi demish. O'ylab baqa, shundagi Samat degilakmi yo'qoldi. Osmonni qilich ko'raydi. Hammasi shu aroqni tasarrufga adash. Ya'ni shu aroq to'ymidingmi? Oldi qilgina adash. Hey, sen bir so'm pulni o'g'riga berib qo'ysang, sarang o'lib ketsa, pul degan ashdaq mehr yomon narsa bu. Jira bo'ldi. Qo'riq gapni qo'yib bir yatib o'ltiraylikcha. Mana. Ha?
O'jay. Voy, nim bo'ldi? Bir sarang gelimni bo'g'otdi. Qaysi sarang? Yiliqi, men sen gapini qilpagan yiliq sarangchu. Gelimni bo'g'ib faqat orom oldig'ini qo'ymayotdi meni. Oy. Ma bir piyola sovuq chayni ichsangiz yaxshi bo'lib qolasiz. Sovuq choy ichmayman xotin. Sovuq choy degan sovuq suv yetmaydi. Oy. Sovuq suv ziyonli davasa, yana sovuq suv ichamsiz? Iching amani. Ichmayman. Tazim bir sarangda gap qiladi ekansiz. Sarang. Yenim sarang. Kechida jo'ylab odam uxlatmagan siz sarang. Odam sovuq choy zo'lga uzan sarang. Bo'pti sarang bo'lgan bo'lsam. Hey, ne bo'lsa? Chiqdimi? Voy, yenib kirginaman, qo'rqima. Ey! Qanday, ha? Kimdi? Kimdir? Kimdi? Qo'ya! Yuvasma! Ey! Men degan Kimdir? Men degan sarang! Yarayma. Men Jurat. Daqt ko'chisida jiddiy bir ish chiqib qoldi. Tez kelasan. Ha, shu. Ma'qul. Kim edi? Gitme, gitme. Yolu boş ola, ha. Otur. Sen nereye gittin lan? Yolu boş ola, ha. Yolu boş ola. Ha, yolu boş ola. Vay. Ma rasmni alaman sizlarga. Ey, bu rasm kim sizda? Hey, sen nima odamsan? Men sarang. Jo'lima. Ey, men asli sarang. Ishonmasanchi, xotinimni so'rab baq. Doktorim shunda dedi. Ey, men Eronda chatoq chiqquncha xiyol bo'lib qoldi. Xotinimning fikri buni boshqalar faqat bilmaydi. Doktor shunda dedi-ku. Ey! Ya men seni tanib qoldim. Sen sarang sotjoq degan-ku. Buni qanday qilsam bo'la? Bu yoqqa. Men qo'yibdi. Buni bilma. Bundan keyin bundaq yolg'on sarang bo'lib olma, ha. Sen urgan heliq saqchi bo'p qo'yutinglar deganlik uchunlar sana kangchilik qildik. Yana mushunda qildigan bo'lsang, cho'qim jazoga tortilsan. Mening rosti so'rang bo'lg'im yo'q, qarang. O'sha Mirvondan sal chatoq chiqib qolganda qildi, qarang. Yiliq so'rangning qo'rqinch chiroyi ko'z oldimga o'chas, so'rangda qilib qolmanlar, qarang. Bo'ldi. Ma. Bundan keyin diqqat qil. Ma'qul. Ma'qul. Osman Dangal bilan Samet Tug'ilib chiqish yo'q qoldi ekan, ha? Qara. Ha? Voy. Dangal! Dangal! Osman! Ba'zan dostum yaşladingmi? Bormisan adasha? Voy, sen ne ketding? Agana qo'lingni. Bormisan? Ha, yaxshisan. Salomat bo'ling, mag'ina. Anglasam seni saqchiq kirib qopti deydi rasmi? Ha, yaqinma adash desam, gapakchi. Samachan qani. Ha, o dukkan ichyotidi. Sen ko'rmidingmi?
Ula onun dükkanı neye kayıp oldu ben fakat tapamadım bu. Adaş, bu sen bilen biz cem bo'ladigan uduka yok. Ha? Jüre. Biz seni başa parayla. Jüre. Samet Dögülek'ten dükkanı mana mushu. Oho, olamadı. Yürü, Ben kirmay, çabuk. Yürü. Oy, assalomu alaykum. Qanday ahvolingda yaxshi turibmi? So'ra dukkanlarni alomat katta qilib olsajmi? Bu shishlik qilib Mana qo'ydim. o'zing shunda payzob alomat katta kutsa-da. Sizlar birdan turib turinglar. Men xaridorni yo'lga silib olay. Oho, alomat o'tkazuvchimi buni ichi? Yürünglar. Onun qo'li boshimig'idek. Bu yerda yarim kun saqlasaqmi, uni bizga qaraydigan cho'lisiga o'xshaydi. Shu emasmi? Samatchaning qo'li bo'sh emasga jiringlar ketaylik. Juringlar, ketaylik. Hozircha uning dukkanini o'zdirib ketdi desak, mijozimiz o'zdirib ketdi-da. Ko'rdinglarmi og'inlar? Bu guyma azroqli pul tepib, odam tanimasa qopdi. Hey, hapqinini o'dina yutib aktalamdi. Ay, haldigina. Amni bir yomon xotini qo'li qoldi o'sha. Ey, mal dunyo qiziqqancha bu sarangning ishi. Hey. Ha qancha bo'lsa-mu, Samatcha sarang emas-da. Ey, mush birovdan og'inimizdan bizga mushundaq muomala qilgani qaraganda, ay, uni satamasmi? Bo'ldi, bu gaplarni qo'yib og'inlar birin deb o'ltiraylik-chi. Bugun mening sal ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Ay, qanig'ich bir ishchaylik. Shunda ko'nglimizga gapni qilib birdam o'ltiraylik. ishni yana sarong'i tutibdim nima buniki? So'kkamniki? Aka so'kkamni. Mana. Ishni qilib ketdim. Ey, meni aqar so'kkam pullarni men mahyum qalanni orzu tiqib oldim. Sen ilib olsa. Keskiç pul ne deydi ekansiz? Pulning dardida nervingizda adishib sarang oldingiz. Yana nima pul? Pulni deb be. Hey! Ben seni boğup koymaz. Bunlarımı tepe. Bunlarımı tepe deme. Boğup ben seni boğup koyma. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Bunlarımı kene. Ay para. O bekçi kul demez mi? Oldu kılım. Ben de her kaç kısmına uğurluk gelmeydim. Şu harak diyen necisi içmeyen bulsunuz. Muş iş yok. Sen rastlı o pullarını almadın mı? Saralınız tuttu mu?
Sen yani beni sarağında atsan. To'xta! To'xta! Amamıqdan bir kelay. İlhan'ı meşhur kemeden İlhan'ı rast çatak çakan değil mi? Osman! Voy voy voy. Voy Samet misan? Voy. Voy qanday qo'y jinim og'inam avalim. Qanday avalim? Salomat tudingmi? Voy assalomu alaykum, ahvoling yaxshimi? Ko'rinmaysan bu. Salomatliging yaxshimi? Ha, tinchlikmadash. Tinchlik, Voy tinchlik. qaysi shamollab uchirib keldi voy seni bu yoqqa? Bu nima deganing? Sen degan mening koni iltdim. Albatta izlab kelaman-da. Voy jinim adash salomat tudingmi? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Juda uyqir paravot. Kir. Ey, mehmon keldi. Ha mana. Jinim adash uy kirayli. Oy. Tez xizmat. Qanday avvalingizga savoqdan turdingizmi? Yaxshi. Qanday? Valla ichi tezlikda. Teshliq. Choy ichamiz. Men bu sizlarni ya yo'qlab kelanmidim, ha? Choy ilang. Rahmat. Jamila bilan ajrashib ketibsizlar? Uni bilan kelishammidik? Ha, men chiqishim qaraman. Choy ishga o'tiraman. Ha, ada, ahvoling yaxshimi? Teshliq. Hey Osman. Sizlar dükkanға nima ish kirmaydigan bo'lib oldinglar? Ha, qarsak aldirashgancha. O'zimizni so'rab, sen avar qilmayli dedik. Yo'q. Qo'sig'inglardagi gapni men bilaman, ha? Qo'shig'imizda nima gap bor deysa, adash. O'zingning muomalasi shunday tursa. Rost gap qilmading. Shu chog'da u so'mkini boshqalarga bayqamagan. Sen ko'rib qolganding.
Aqchan, shunchalar pulni o'zi yolg'iz jimiqtirib ketdi demoqchi o'sizlar? Ha? Va qaysi so'mkini? Va mana non turibdi. Gapingni birsini tushunmadim jima. To'liq xubsanlik qilma. Eliqi biz aroq ichib o'ltaganda kirgan masning so'mkisini da'vatma. Shu chaqda u ag'ina adab chiqib kiray deb yo'q edi. Ha. Qarasam, uning so'mkisi sening putuning yenidil qilib qapti. Sen ko'zingni so'mkidan uzmay uningga pat-pat qarab qo'yding. Men shu fursatdan foydalanib, u so'mkini shaqqida bir yoqqa tiqib etib, sana ko'zimni qisib qo'ydim. Tova, faqat esim yo'q jima. U chaqda so'mkining ichida nima borligini sen mi bilmayding, men mi bilmaydim. Shundaqmi? Xalqning so'mkisini nima qiladi deysan? Dukkan deganda xaridorlarning so'mkisi degan unutilib qolgan ishlar bo'lib turdi-ku. Mening vaqo boshqalarning maxfiyatligini bilishga o'tda qiziqadigan bir odatim bor. Ashu Pompeo turgan so'mkining ichida nima bordo deb bakka qiziqqandim. Desam, ishonmaysan. Har kimning so'mkisining ichi bor, qiziq bir dunyo. So'mkisiga aynaksib yuradigan erlar bor. Opdan pichoqdan birini so'mkisidan ayirmaydigan xotinlarmi bor? Bir qatim birisining so'mkisidan bir xotir daftarni ko'rib qoldim. Uni o'qib, kulib o'layli degandim. Uningga nimalar yozilibdi demamsan? Uning bu shahrimizdagi hamma tul xotinlarning ism familiyasi, adresi, mijoz xulqi, chiroy shakllarining ujur-bujurgacha zerikmay yozib chiqibdi. Haqchan o o'ylanmay yurgan bir boytaqning qilgan ishligina. Bir qatim bir ayolning xotirasidan chiqqan xatni o'qib, ta'sirlanganligimdan yig'ilib etgili tasliq qolgandim. Endi o'zimizning gapiga kelsak, biz xili uzoq aroq ichib o'ltirdik. Keyin sizlar ketdinglar. Men dukkanni taqay deb turishimga esimga iliq so'mki keldi. Qaytib kelib xalqning narsiga qiziqadigan odatim bo'yicha so'mkini olsam, ustida bir kullangi turibdi. Löngini shundoqla ko'tarmaymanmi? Ya Allah! Bu rostmi yoki yolg'onmi deb ko'zimga ishonmay qoldim. Maslikmi taqab ketgandek bo'ldi. Qarasam, so'mkining ichi liqlib turgan. Keyipchilikda esimni darhol yig'olmadim. Ammo nim bo'lsin, bu chiqilgan dukkanda qo'ymay uyga ep ketay dedim. Tova, asli ish mundaq ekanda. Mana, ag'ina, sendan yo'shirdigan hech qanday ish qolmadi. Hey, keyin qanday qilding? Hiliq so'mkini ikisi qaytirib berdingmi? So'rangmi men? So'mkidagi uning puli miti? Hammasi bor-ku, xalqlarni qoqishib, ufti bo'lgan pullar. O'g'irlagan bilan o'xshash. Xudo uningga buyurmagach, menga yo'liq turgan. Hey, bu sirni mendan boshqa sen bilsan. Boshqa odamga demagansan. Xudoya tova. Hey, men bu gapni endi anglayapman sendan. Men bu odamga yashagin bilmaydigan odam emas, Osman. Eliq pullarni hozircha do'konimga dasmiy qilib turdim. Foydasi bo'lsa tan ko'ramiz. Hozircha az bo'lsa-mu, ma'vo 5000 so'm pulni sen turmushingga ishlatib turgin, ha? Ola. Yo'q. Men pulingni qo'y. Olmayman. Nima qilma pulingni? Al. Unda qilma adash. Ish bundan tugamaydi. Biz yaqin aloqadik. Ben sana her ayda dükkanın paydasını 600 so'm beraman, ha? 600 so'm. Allah adaş. Bu degan sening haqqing. Ey, anlasam, eli qilmavaz sening oldin to'sib uribdi-ku. Qaysi qilmavaz? Eli bizning dukkan kirgan qilmavaz-chi. Voy, sening dukkaning eliqi nasval so'rab kelgan odammi? Ha, dal shu. Oo, makallarni. Ey, mush pulning dadi sarong'a nima degina? Ha. Voy, isit. Oo, voy, isit. Osman, xo'sh emisan? Ma'lumada. Ha. Ey, og'zingni chinroq tutchimi? Agar boshqalarga deb qo'ysang, soqchilar bilib qolsa, bizni aldabdi deb
Seni mi solaydı, meni mi solaydı? Uftama. Hoş emsi. Hoş. Osman! Ha. Osman! Ha. Samatjon qani? Ha? Samatjon qani? Ketdi. Ketdi? Nimaga uduqsiz? Men de qishlay tamoq etib beray degandim. Kelgan odamning hammasi sizga tamoq etaversan, keyin o'zimiz ashqamaylik. Nimdoq sarangda kep qilsiz Osman? Men sizning yuzingizni davatman. Bo'lmasa tamoq etib berib sarang bo'lib qolmadim. O degan sizning og'ayningiz tursa. Xudoyim tavba. Qanday ho'g'in bu? Bo'ldi. Bu ishlarni keyin deyishaylik. Ha? Voy. Osman qavo? Ha? Ey Osman! Ey Dangal! Ey Dangal! Ey Dangal to'xtag'ina! Osman! Dangal! Ey Osman! Voy, nima qilsan? To'xta! Voy, to'xta! Ey to'xta! Ey Osman! Ey to'xta deymi? Voy, nima ish qilyapsan, ey? Ne yo'qoldi va? Adaş bu Osman bize gözle kaçtıgan bol oldu. Onun kadar ne boğandı? Sarang olib qoldim ya. Nimada sarang ishini qilib yuriydi o? Samet özgerdi. Osman mı özgerse bu zatı kanda hop ketkin adaş. Beni kakşını kirgen adamın argı çatak mı nime? Şundan keyin şu adamni sarang olup kaptı dep anladım. Samet mi özgerse, Osman mı özgerse? Bugün sen bilmendin mi çatak çıkmasa? Aa, yo'q gapni qilmag'ina. Jura, oyoqlarni izlab boqaylik. Ana! Ana Osman! Oy canım, oy! Oy! Bundaq pulni o'sha ig'jaqsiz tul xotinning qashligini halol.
To'xta. Saran, shundaysa? Ha? Ben sana ne bu de? Kim saran ekan? Sen beni udunga. Saran, neymiş kursa? Kim saran ekan? Adem baba. Meni saran da odam deka. Seni bir deka. Kim saran ekan? Kim saran ekan? Koydunmu? Saran, bakadım vurup. Bakadım vurup. Saran. Ya sen mi dokunan köketmeyin? Saran ulan tavuk birisi. Ben onu işini mi kımırsam, o öz kilipli beni vurup gitti. Saran. Ulan bu etrafta person qo'lni turib qo'yib, saran olib ketdi. Bo'lmish yaxshi olib birdi. Hey Osman, quduqba o'yladik, yeri kambag'al xotinni bilasiz-ku? 3000 so'm pul deb olibdi-kan, hukumat topshirib beribdi qarang. Xudoyim tova, rasmiy sarankan-a u. Nima? Undasa? Bu dunyo saqadab qoldimi, qolmadimi? Sizga nima bo'ldi? Ajab hayron qoldingiz-ku? Eshitma. Ey, xotin, men yezitlik tuqqanlarnikiga chiqib, mushu nervamni sal aram oldirib kelajim. Men ham og'rib turibdi, qarab turib saram olib qolmay yana. Nima qaraversiz, paktashgan so'ymadak oltangiz oltamansiz. Og'zingizni chaqib deb gapirmoqchiman. Men paktashga so'yma emas, Osmonman. Osmondan qolganman. Bu paktashchi so'yman teshidi, dangal tashmaydi. Ey, men cho yiz tuqqanlarnikiga borgu, qallarni sagitib, neroni aram oldirib deb ketib borman. Sizning tuxum sotmadingiz. Qo'y, jizoydicha bir ish topmay paqva, sizga to'g'ri keldi. Ey, qishnikini o'smi kerak o'z biznikiga beraman, men beray. Siz kuni mo'miyadiga o'xshamamsiz? Chopirsa mana shu to'xtagan ish qolaman. Qancha kilo pishirgansiz? Men bilan birga sig'sa kundagilar kishilib qo'ydi. O, ita qara, so'rang. So'rang. Kim sarang? Uzang sarang. Sho'pirstam. O saran xotinni mashinani tushirib, yaxshi qildingizmi? Ko'p kuniz odamga ko'zni qisib atadi. Ey adash, sen mi tormozingni tutib o'tasanmanda? Tormoz? Mashina tormozni tutib o'tirmayman. Adam baba! Bunu benim aldı ya! Önümde! Hey! Ben oturacak beni! Ben oturacak beni! Doktor hanım bozma! Şoförü harap etsin onda! Hey! Ne buldun oy? Pul yo'q da o'tatdingiz. Ajab obdayay tiqib qo'yibgansiz, ha? U pulni nima qilding? Nima qilyapman? Hozirgi vaqtda 2000 so'm pulga nima qilyapsiz, ey? Balaga bir oxir kengajak oldim. Yana ushaqcha qarzan to'ladim. Un, guruch, may, haras. Snopul nag'ız ketgan, uni berdim. Qog'idagi mav kiyimlarni oldim, chiroyliqmika? Toza obdan bo'ldi. Oy. Kichik quruq so'mkin ko'tarib kelaveramsan. Kichikga qilib sevasan mana. Kichik sağda bir narsa olsamamdı bu. Ey, yotman samatchanmi bu? Bu shuka. Ya samatchan ekan. Ey, samatchan. Ey, samat. Ey. Bak oldu qila. Chiqdim uni. Devletning holini. Edi do'konga xaridarning pulini dal mushka zap elib olgan. Nima? Nima? Nima deysa? Edi tushib ketgan pulni mush o'g'irlagan. Bu kasab boyib ketdi. Bu bichora sarang olib, mashina vaqasida o'ldi. Bu uchimizni ko'z yumayib qo'ymasa. Bu bugun soqchi qo'ydi deyman uni. Osman, o'ldira. Zad nima ish oldi?
Hey, sen Sametcan bilan sherikmi ya? Haqiqiy ahvolni bizga tezroq deyna adash. O'tiraman, men so'zlab beray. Ha. Yo, bir kuni o'g'il, tushdi bir narsa sezib o'tirsam, uy kirib ketdi. Ha. 5000 so'mni ko'tarib. Oldingmi? Olmading? Yaxshi oppa. Nima boshqa yo'q. Mayli yaxshi oppa. Qaranglar, mavzusi xalqsika ekan bu. Xalqsikalikda gap yo'q. Buningda modernizm, yangi prozchilik, simvolizm, aqimi deganlarning hammasi tepiladi. Modernizm degan naq mush hikoyada aks etgan. Bu haqiqatan qalsika ekan. Yaqinda men bir jurnalda chet el yozuvchisi Zolaning shu xildagi bir asrini ko'rganda qilib edim. Mayakovskiyning So'lg'i marsh degan she'rimi modernizmning tarmog'iga bo'lgan posternizm bu mansub. Buni ko'rdingmi, ha? Ha, ko'rdim. Ras. Bag'an siri dötlishib ketyapmanmi qandaq? Tushdik sutning o'rniga sovuq suv issam bo'pti ekan. Boshqalar mendan bu hikoya zodi qandaq yozilgan deb so'rab qolsa, nimami deyman? Ishonmadim desam, o'zimni oshkorlab qo'ygan bo'lmam deyman. Hey, og'aylar, shundaqmi deysizlar? Men o hikoyaning mazmunini qilib tushungan bo'lsam, o'lay. Sen nimani bilsa? Tushuniksiz, ammo qiziqarli qilib yozishning o'zi bir mahorat. Freud san'at tush demakdir degan. Baş muharrir, sizningcha bu hikoya zot qanday? Ha? Yangi uslubdagi asarlarni oldirab inkor qilib atsakmi bo'lmaydi. Qani. O'zinglar muzokara qilib bekitasizlar. Bu asar yangi uslub Bu dünyada rastçıl insan buluş belki Haklı sözler aklı kara bilmeydiğen Nereye azet gelgendi mu oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Nereye azet gelgendi mu oynatmay neyre Hem cayda daim dostunu oylaydiğen Şen insan dertke muhtaç emes Amma durmuş kısmet dinar her kaçar Şen insan dertke muhtaç emes Amma durmuş kısmet dinar her kaçar Mensiz gözlerini istekte mansam mu yere Tusar lekin aldığını derya tavdalar Mensiz gözlerini istekte mansam mu yere Tuzar lekin aldığını derya tavdalar Gülmü tuzar yaşlık gider hemmesi Kalar fakat kıldı yangan arzu armanlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar Bozumu köp bu hayatta külgidin yığa Hak sakla vicdanını düşmesin dağlar